Tak, men hozir shuni postni shu narsani qo'ygan ertaga nima demoqchiman? Hozir menga bugunning o'zida bir 10 ta 15 ta odam telefon qilib, mayli qaysidir postni ko'rgandir, to'g'ri, rahmat ko'rgandir. Lekin men masalan biron joyini ko'rsam, bitta narsani bormoqchi bo'lsam, oldin profiliga kiraman. Profilida telefon raqami, manzili, lokatsiyasi yozilgan bo'ladi. Shunga qarab boraman. Yo bo'lmasam Telegramga yozaman. Telefon qilasizlarda manzil qayerda edi, profildan olsak bo'ladimi? Bunaqa qilib telefon qilish kerak emas. Unda chuqurroq ahamiyat beringlar, kiringlar ichiga. Men vaqtim bekor emas. Mana bemor ko'rayotgan mahalimda hozir mana 3 ta odam telefon qildi, shuni so'rab. Oldin kiringlar. Yo'q bo'lsa ekan, u meni aybim. Yo'q bo'lsa, men qo'ymagan bo'lsam lokatsiyani, mana ismim ishlarib qo'ymagan bo'lsa, yozmagan bo'lsa, u bizani ayb, o'shanda telefon qilsa bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, konsultatsiya trixoskopiya bilan 350 ming so'm. Qayta telefon qilishga hojat yo'q. Yozib qo'y taglariga. Tak, keyingisi analiz. Mana masalan keldi bemor, mana oldimda o'tiribdi. Analizi yo'q bo'lsa, men analizga yozib beraman. Uni xohlasanglar o'zlaringni yashash joylaringdan topshiringlar, xohlasanglar bizda topshiringlar, xohlasanglar o'zlaringizga yaqin joyda topshiringlar. Menga uni ahamiyat yo'q. Endi qancha bo'ladi analiz? Taxminan bo'lishi mumkin. U kasalligiga qarab. Bilmayman men, nechta pul bo'lishini ayta olmayman. Agar poliklinikada topshirsa, u tekin ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun mendan oldindan analiz nechta pul bo'ladi deb so'ramanglar. Keyingisi, agar mabodo bemor 3 mana keldi, men ko'rdim, analizlar ilib analiz bilan keldi. Zaraga analiz men ayta olmayman. Ko'rib, har bitta diagnozda o'ziga xos spetsifik analizlar bor. Bir xilliklar umuman analiz topshirishga hojat ham yo'q. Shuning uchun men zaraniya buni olib keldi ishimga hech qanaqa asos yo'q. Agar rubsovoy bo'lsa, u analizni topshirgani bilan bir tiyin, bekor. Men uni boshqa narsaga yuborishim kerak. Trixotilomaniya bo'lsa, u boshqa analiz, boshqa konsultatsiya. Androgenni bo'lsa, uni analizi boshqa. Universalni bo'lsa, uni analizi boshqa. Shuning uchun men oldindan zaraniya ayta olmayman, analizni yozib bera olmayman. Shu qizga o'xshagan, shu odamga o'xshagan, shunaqa holat deb menga murojaat qilmanglar. Har bir odamning o'zining holati individual bo'ladi. O'zimni ham. Sizlarning har birlaring telefonlaringga javob bermasam, ko'tarmadi deysizlar. O'zi administrator nomerini qo'yib qo'yganman. Men bilmayman, mana qayerdan nomerimni topib yozasizlar. Mayli, rahmat qilganlaring uchun, lekin administratorga qilinglar, meni vaqtimni olasizlar, barak topkurlar. Keyingisi, bir kurs lecheniya 6,5 million so'm 10 kunligi. Qayta telefon qilmanglar, 6,5 million so'm. Shuning ichiga hamma muolajalari kiradi. Hamma muolajalar kiradi. Dorisi ham, fizioterapiyasi ham, boshqasi ham bizda qatnab lecheniya qilinadi. Yotilmaydi, yotishga sharoit yo'q. Yon atrofimizda gostinitsa, kvartira yo biron narsa yo kimnidir qarindosh urug'nikidan qatnashadi. Kelishdikmi? Buni men aytishga уже nima deydi? Naverni vaqt soati kelgan bo'lsa kerakki, telefon qilmadim hamma, qilmanglar demayman, qilish kerak. Lekin bir jo'yali savol bo'lsa, bir temaga mos bo'lsa, qanaqadir yana shunaqa deb javob bersam, ko'pchiliklaring, "Voy, muomalani to'g'rilama, bundan ortiq nima muomala qilish kerak? Qanaqa muomala qilish kerak sizlarga?" Sizlar qanaqa savol bersanglar, men shunaqa javob beraman, atvet beraman. Ba'zida operatsiyada mahalimda telefon qilasizlar, qayta bosib qo'yadi, keyinroq qiladi. Vrach operatsiyada deb yetishadi bolalarim ham, assistentlarim ham. Yo'q, baribir shunday ham nastroyat qilib qayta. Olmasa yana yozasizlar, ko'tarmaysanmi, ko'tarmaysanmi. Men bekorchi emasman, bilmadim kimda qanaqa, meni ishim juda ko'p. O'ynab o'tirishga umuman vaqtim yo'q.